Assalomu alaykum. Abdug'afur aka. Sonlaringiz yaxshimi? Yaxshimisiz? Kamerani yoqdim aka, aytib qo'ying. Bo'ldi aka, bo'ldi. Xo'p, mana 1, 2, 3. Mana shu 3tasini bizning kanaldan sotib yordingiz. Sizni kanalingizdan Mana shu yerdan sotib yordingiz. Bitta anuni hozir reklama qilamiz. Bitta o'shanisini reklama qilamiz. Birincisini sotmaysiz o'zingizga. Sotmayman. Ya'ni yo'lda magazin sotilgan. Ko'chani boshida. Ha, magazinni sotdim. Buni men baribir quruvchiman-ku, ertaga pul kerak bo'ladi, o'shanga ushlab turibman. Bizani kanalni tavsiya qilasizmi aka? O'zingiz qanaqa deyotgandim? 100 tasini chaqirdim. Men aldamayman, Alloh ko'rib turibdi. Ertaga men ham oxirat javob berishim. Okey, sizdan ana qildim. Masalan, sizni reklamangizni olib turib, masalan, sizni imkonim bo'lmagan paytda ham nima uy guruhlariga tashlab berdimda 200 chap etib ana qilib, shunaqa sotdim. Sizni yurdingiz, yengillavdingiz. Bor narsani aytyapman. Rahmat aka. Joningiz sog' bo'lsin. Qolganini ham sotamiz, xudo xolasa. Bitta shu qoldi aka, shuni sotsangiz. 3. Mana shu 3tasini bizning kanaldan sotib yordingiz. Sizni kanalingizdan sotdim. Mana shu yerdan sotib yordingiz. Bitta anuni hozir reklama qilamiz. Bitta o'shanisini reklama qilamiz. Birinchisini sotmaysiz o'zingizga. Sotmayman. Ya'ni yo'lda magazin sotilgan. Ko'chani boshida. Ha, magazinni sotdim. Buni men baribir quruvchiman-ku, ertaga pul kerak bo'ladi, o'shanga ushlab turibman. Bizani kanalni tavsiya qilasizmi aka? O'zingiz qanaqa deyotgandim? 100 tasini chaqirdim. Men aldamayman, Alloh ko'rib turibdi. Ertaga men ham oxirat javob berishim kerak. Okey, sizdan ana